İşimizi devamlaştırmıyoruz hürmetli vatandaşım. Hindistan yadro bombaları Cungoni nişanı aldı. Şanghay, Beijing şehirdir gitip geleleydi. Mavzuluk makala mavzuluk haber 7. ayının 13. gün Vanvitor betedi ilan kılındı haber. Mındak başlandı. Jungo Hindistan çiğra toqunuşu 101'işke ergişip Hindistan asılları Pakistan'ı nişanı algan yadro bombalarını bu qatam Jungo'ni nişanı aldı. İki devlet 34 ayda Jungo Botan territoriyası taş yol yasaş bilen münasebetlik çiğra talaş tartışı başlangan. Keyin çiğra her iki taraf asker küpeytip sürkülüş yüz bergen. Amerika alimleri bundak görsetdi. Hindistan yadro raketaları aslida Pakistan'ın nişanı algan. Lekin hazır Jungo'ni nişanı aldı. Hindistan'ın yadro ok beşi elip uçağalaydıgan Yalqon 4 belgilik, Yalqon 5 belgilik hücum qilish dairesi Jungo Hindistan harbiy bazasidan qo'yib berilsa, dairesi Jungo, hücum qilish dairesi Jungo. Bu bombalar, raketalar Hindistan harbiy bazasidan qo'yib berilsa, Şanghay, Beijing qatorli shaharlarga yetib bora oladi. Amerika yadro qurolları mutaxassis Kristenning yaqinda e'lon qilgan 2017 yıl Hindistan yadro kuchi mavzuluk dokumentada ko'rsatishicha Hindistanning 600 kilogram urani bor. 150 dan 200 gacha yadro o'q beshi yasalaydi. Mo'lcharlanishcha hozirgacha 120 dan 130 gacha yasab bo'ldi. Azatlık armiyanın harbiy mashinalari uzun o'chira turib chegara rayonini yurish qilishga başladı. İkinci haber. Chegara rayonini yurish qilishga başladı. Mavzuli haber 7. ayının 13. günü Vanvitor betida e'lon qilindi. Haber mundaq başladı. Beijing vaqti 7. ayının 12. günü Jungo torbiyatlarida Azatlık armiyanın Çinxay Tibet egizligiga yurish qilgan suratli xabar berildi. Suratlar aşkarıldık Azatlık armiyanın harbiy mashinaları Çinxay Tibet taş yolida ketyapti. Çinxay Tibet egizligida temir yol ve hava qatnash bo'lmaganlikdan taş yol birdan-bir to'shish yo'li bo'lib qoldi. Yana bir to'r televiziya filmida mundaq ko'rsatildi. Azatlık armiya qo'mondonlik mashinasi va radar harbiy mashinasi Çinxay Tibet egizligida ketayotgan ko'rinish ko'rsatildi. Suratlarni ko'rib olishga bo'ladiki, Azatlık armiya yurish qilayotgan yo'llarda yana qorliq tog'larmi ko'rindi. Yoz kunlari qorliq tog'lar faqat Çinxay Tibet egizligida bo'ladi. Jungo Hindistan ikki davlat chegara rayonida harbiy kuch o'rinlashtiryapti. Gerçi Azatlık armiyanın birinci safda askeri kuchi az bo'lsa-mu, lekin uning orqa sepida Hindistan tankilanmaydigan qudratli askeri kuchi bor. Növbəti Jungo Merkezi televiziya stansiyasi oshkorlab, Tibet harbiy rayonining zo'r ko'lamda harbiy manevr qilishga o'tganligini ko'rsatdi. Tibet harbiy rayoni zambirakchilar qismining nishonni qorib elayotganligini ham ko'rsatdi. Demak, hozir Çinxay Tibet egizligi orqali Hindiston Jungo chegarasiga Jungo armiyasi askar yo'tkalyapti degan suratli xabarlar. Buning ichida radar bo'limi, buningda quruqliq armiya qismlarining tank qismlari, zambirakchi topchi qismlari hozir hadab Çinxay Tibet egizligi bilan o'tganda biz sizlarga so'zlagandik. Donglang. Buni hindi tilida doklan deydi ekan. Şu doklanı rayoniga ketyapti. Hozir bu ishning jiddiylik darajasi qanchalik yoki yuz berish ehtimoli bo'lgan Hindiston Jungo to'qinishning ehtimoli qanchalik? Bu ishlar to'g'risida kelayotgan xabarlar asosida vatandoshlarımızga davomli yetkazib turamiz.